Maftunkor O'zbekiston dasturiy ijodiy guruhining Navoiy viloyatidagi Oqtog' Tomdi davlat qo'riqxonasi bo'ylab safari davom etadi. Qizilqum cho'lining asosiy qismini baland va o'rtacha tekislikdagi qumliklar tashkil qiladi. Hududning dengiz sathidan balandligi 80-200 metr atrofida. Cho'lning shimoliy qismi ochiq bo'lganligi bois Arktika va Sibir tomonlardan keladigan sovuq havo massasi ta'sirida ancha salqin bo'ladi. Tabiiyki, bahor ham biroz kech keladi. Nodir aka, biz bu yerga sal ertaroq kelib qo'yibmiz-da. Kecha qishida bugun bahor kundan kunga shunaqa uyg'onib ketaveradi, o'simliklar ham chiroyli bo'lib ketaveradi-da. Shunday, hozir masalan siz agar Surxondaryoga, Qashqadaryoga borsangiz, mana tog'li rayonlarda yo'qlar picha issiqroqki, bizda picha salqinroq bo'ladi havomiz. O'shaning uchun sal bahor kechroq kiradi-da. O'sha 15-10-martlarga kelsangiz, bellar yam-yashil bir bardilingiz ochiladi-da. Chiroyli bo'ladi. Kecha kuzatdikki, uloqlar qanday maysa bergan, ozgina bo'lib bir yerdan 1 santimetr, 1,5 santimetr ko'tarilgan. Mana kecha qanday edi, tuman, qurov tushib turgandi. Bugun havoni qarang, qanday quyosh charaqlab turibdi. Xuddi shunday yomg'ir yog'adi, bir kun quyosh charaqlaydi. Yer isib urgandan keyin maysalar yaxshi ko'tara bilasiz. Cho'lga yiliga tushadigan yog'in miqdori o'rtacha 100-200 mm ni tashkil etadi. Ana shu namlik cho'l o'simliklarining o'sishini ta'minlaydi. Bu yerda o'zi o'simliklar qancha turi bor? Fan bo'yicha oladigan bo'lsak, 70 dan ortiq turi bor-da. Hozir o'zimiz o'rganib chiqqanimiz 47 turi bor. Shundan 15 tasi Qizil kitobga kiritilgan. 5 tasi mana o'zimiz tibbiyotda foydalansak bo'ladi-da, o'sha o'simliklardan. Shifobaxsh o'simliklar deyiladi-ku, o'simliklar bor shunaqangi. Cho'l va unga yaqin hududlarda yashaydigan jonivorlar ozuqa taqchilligiga moslashgan bo'ladi. Shuning uchun ham bunday mintaqalardagi hayvonlarning ozg'in bo'lishi tabiiy holat. Lekin Oqtog' Tomdi davlat qo'riqxonasi tashkil qilinib, bu yerlarda ov va boshqa harakatlar taqiqlangach, o't-o'lan ancha ko'paygan va tabiiyki, o'txo'rlar soni ham oshgan. Mazkur holat esa o'z-o'zidan yirtqichlarning ko'payishiga ham zamin bo'lmoqda. Qo'riqxona tashkil bo'lmasdan oldin holat qandayligini bilmaganmiz, lekin bitta narsani misol qilishimiz mumkin. Bu yerda atarlar bo'lgandan keyin, qo'ylar, mollar bo'lgandan keyin o'sha o'simliklarda yog'ingarchilik tufayli yer loy vaqtida qo'ylar, mollar yurgandan keyin uni ezg'ilab baribir uni yo'qolishiga sabab bo'ladi. Ana shu hozir o'shanaqangi holatlar yo'q. Qo'riqxona tashkil bo'lgandan keyin o'sha o'simliklarda ko'payishiga ancha bir rivojlandi deb o'ylayman. Mana qarang, maysalar qanday holatda turibdi, o'sha chiqqanu guli bilan turibdi. Buni ijtimoiy yemang. O'tgan gul bilan turibdi. O'tgan yo'rug'lar bilan turibdi. Shunga bir misol qilib aytsak bo'ladi, shu ko'payadi. Demak, urug'lanyapti, ko'payadi. Sheriklarimizning aytishicha, bu yerda nafaqat jonivorlarning soni oshgani, balki ularning vazni to'lishib, ko'zga yanada chiroyli ko'rinadigan bo'libdi. Eski rasmlarni ham ko'rsatishimiz mumkin. O'sha davrdagi hayvonlarning holati, hozirgi holatlarini ham ko'rib, o'shandan ham bir farqlay olishimiz mumkin. Hozirgi vaqtda hayvonlarimiz qanchalik o'zgarganligi. Semirib, to'lishib, bir tetik bo'lganda, jayronlarimiz ham xuddi shunday. Agar bahor yaxshi keladigan bo'lsa, hayvonlar yaxshi ko'payadi. Chunki mana yog'ingarchilik, qor yog'adigan bo'lsa, o'tlar yaxshi maysa beradi-ku. Keyin qachonki o'tlar maysasi zo'r bo'lib ular urug'lasa, hayvonlarga juda ham foydali yem xashak hisoblanadi. Chunki urug'da efir mo'ylari ko'pki, hayvonlarni semirishiga olib keladi. Kemiruvchilar ham oziqlanadi bundan. Mevasidan ham, gulidan ham, urug'idan ham, ildizidan ham. Ushbu hududdagi har bir o'simlik buta iqlim sharoitiga moslashib ketgan bo'lsa-da, lekin bu holatda ularning boshqa nozik jihatlari ham bo'lar ekan. Masalan, saksovullarning tanasida suv kam va shu boisdan juda katta shoxlari ham oson siladi. To'ng'izlarni kuzatadigan bo'lsak, to'ng'izlar shirash bor, shirash o'simligi bor. Keyin shirashni ildizi
juda ham menimcha mazali taom bo'lsa kerakki, o'shalar uchun doimiy o'shani ildizini kavlab yeganlarini kuzatganmiz-da, Shirashda. Tog'larda yashaydigan, o'rmonchiliklarda yashaydigan turlardan cho'l to'ng'izlar farqi bormi yo bir xilmi? Tashqi ko'rinishidan bir xil. Cho'lda yashaydigan to'ng'izlarda chidamligi o'rmonda yashaydigan to'ng'izlarga nisbatan yaxshiroq rivojlangan. Chunki bu yerda suv yetarli emas-da. Xuddi shu payt tabiat ham suhbatdoshimizning gapini tasdiqlagandek, samoda lochin bilan sarxsor hudud talashib qoldi. Hozir ana shu yerda kalamushdimi, nimadir ko'rdi, o'qimoqchi bo'lib aynalyapti, qarang. Mana, qarang. Qanotini qoqmayaptidan keyin buni sarxsor, u lochin. Qanday farqlar deysiz? Qaysi biri sarxsor? O'ngdagi sarxsor, ha? Pastdagi sarxsor. O'ng tomonda yuqoriga chiqqan sarxsor. Bu lochin. Mayda qushlar ham bor ekan. Ha, mayda qush. O'shalarni ovlamoqchi bo'lib kelib turib keldi-da bular. Ovlamoqchi. Qaysi birini ekan endi? Hudud endi qaysi qochib ketsa, o'sha. Demak, hudud uniki emas-da hozir. Bu sor lochinga kun bermasa kerak. Chunki u sorlar oilasidagi jussasi jihatidan eng kattalaridan hisoblanadi. Bu yirtqich qushlar cho'llardan tashqari O'zbekiston hududi bo'ylab vohalar va tog' o'rmon hududlarida ham uchib o'tishda, ko'chishda, uyalashda va qishlashda muntazam uchrab turadi. Sorlar to'dasi paydo bo'ldi-da bu yerda. Nega bu yerda paydo bo'ldi sorlar? Hozir bahor yaqinlashyapti-ku. Bahor yaqinlashgandan keyin qo'shilish davri boshlanadi. Sarxsorlar misol uchun daraxtga uyoq qursa mana butalarga bu qoraqaloqlar ularni olib yeb qo'ymaydi bolalarini. Uning onasi yo'q paytda. Shunday tanlaydiki, tikka o'sgan qandimlar, boshqa shoxlari bo'lmagan, tikka baland, faqat balandki shoxlari bor qandimlarni tanlaydi. O'shalarni ustiga katta qilib insoladi. U yerga hattoki o'zimiz ham shunchaki chiqa olmaysiz unga. Lari tog'. Katta qilib soladi. Bu sizlar chuqur bo'ladi bunday. Bolalarni, yo'larni rasmga olganlaringizni qanday olgansizlar? Cho'lda narvon olib bora olmaysiz, boshqa narsa olib bora olmaysiz. Tuxum qo'ygan vaqtlarida tuxumlarni nechta qo'yadi, shundan nechtasi ochib chiqadi ertaga, qancha vaqtda ochib chiqadi, o'shalarni kuzatish maqsadida bir-birimizni mana shunday holatda turganda yelkamizga chiqib tushirgan vaqtlarimiz bo'lganda. Sarxsorlar nechtagacha tuxum qo'yadi? Kam 4 ta qo'yadi, ko'pincha doimiy ravishda 2 ta. 2 ta. Onda sonda shu 4 tagacha qo'yadi. Biz kuzatganimiz masalan 10 tadan 2 tasida 4 ta bo'lgan, ko'pida 2 tadan bo'lgan. 3 ta kam bo'ladi. Yo'q, 3 ta ko'rmaganmiz. 2 ta yoki 4 ta ko'rgan. Sorlar to'dasi ana shu hududda Jilchiboy, Qilichquduq hududlarda orasi 4-5 kilometrda bittadan inlari bor. Qarang, 3 ta bo'ldi-yu, bitta lochinda haydab yuborish yerdan. Demak, hudud sarxsorniki ekan. Keyin bilsak, bu yirtqichlar o'lja talashgan ekan. Rosti hamrohlarimizga bildirmaslikka harakat qilsak-da, baribir ular sezishdi. Boshpanamizga borib, biroz dam olishni taklif qilishdi. Bizni shaharni tekis ravon yo'llarda yurishga o'rgangan oliftalar deb o'ylayapsiz shekilli. Charchaganimiz yo'q, deya hazil-huzul qilsak-da, ahvolimiz, rangi ro'yimiz charchoqni bildirib turardi. Boshpanamizga qaytib dam olib o'tirganimizda hamrohlarimizdan biri shu yaqin atrofdagi foto qopqonga qora quloq tushganini xabar qildi. Hayvonlar ko'p joy qaysi joy endi? Qayerga boramiz endi? Qo'shqoruqqa boramiz. Qaradala boramiz. Demak, qoraquloqlarni ham kuzatsak bo'ladi o'sha joyda. Yana qancha yuramiz? Endi 10-15 kilometr yuramiz-da. 15 kilometr, ha? Demak, tunda faol bo'ladi-da tunda ular ko'proq, ha. Shosha-pisha o'sha tomonga ketdik. Yarim soatlarda foto qopqonlarni oldiga keldik. Ichidagi tasvirlarni ko'rishni boshladik. Bitta tulki ham bor ekan. Bormi-ku? Bor ekan. Quyon tushgan, keyin chiqon tushgan. Shu qoraqloq, tulki shular tushganda. Yo'q, demak, asosan shu quyonlar tushgan ekanda.
Qaraqloq ham kechasi tushganda. Bu yerga fotokopqonni qo'yishdan asl maqsad ham yem xashakga kemiruvchilar keladi. Kemiruvchi kelgan joyga yirtqichlar keladi degan bir maqsadda qo'yilganda bu yerga. Bu yerga quyon kelgandan keyin orqasidan tulki keladi. Uni hidini olib qoraquloq keladi. Agar jayron keladigan bo'lsa, baribir hid oladi-da ular. Yirtqichlar. O'sha to'g'ridan to'g'ri shunday kelaveradi. Birini biri chaqiraveramiz deb olganda. Oldiga ketdi. Hozir bizda qo'riqxonada 18 ta quduq bor. 18 ta quduqda hammasiga ana shunday balonlar o'rnatilgan. Yem qo'yish uchun balon отдельно, suv solish uchun отдельно balonlar o'rnatilgan. Bularni hammasi mana shu joyga qo'yasizlar-da? Ha. Endi mana ko'proq bizda qor qalin yoqqan vaqtda hayvonlar oziqlanishi uchun mana shu yem xashaklar qo'yiladi. Mana bu balonlarga mana ko'rib turibsizki, yemlar solingan. Kepak, arpa, bug'doy hammasi solinadi. Yumron qoziqlar toza yerga to'yib ketdi. Qarang, o'zi mana bu yerdan uyga qurib tashlabdi ekan. Uzoqlashib o'tiramizmi deganda birdan shu yerdan uyga qurib olib, birdan olib yeveradi-da shu yerdan. Xohlasa yem yeydi, xohlasa ana bedadan yeydi. Ana o'zi inlariga ham toshigan, qarang. Inlarning ichlariga bilan ana atroflarga yoyib tashlabdi. Ay, qorni to'ygandan keyin yoyadi shunday. Hamrohlarimiz agar shovqin chiqarmasdan sabr bilan kutsak, yirtqichlar aniq kelishini aytishdi. Shu atrofda qulayroq yerga joylashib olib, jonivorlarning kelishini kutyapmiz. Sassiq kuzanlar ular tunda ko'proq ovga chiqadi. Chunki tunda ko'rish qobiliyati juda o'tkir bo'ladi ularda. Shu kemiruvchilar bilan, kezikisa quyonlar bilan ham ov qiladi. Bu quyonlarchi quyonlar? Quyonlar saksovullarni barglaridan o'zini quyon suyak bor. Quyon suyak tanasigacha kamirib yeydi. Nega quyon suyak deyiladi? Quyon suyak deb atalishiga tanasi quyonning suyagiga o'xshaydi ko'rinishdan. Sindirsangiz ham juda murt bo'ladi, lekin o'tkir. Shu tez sinadi-yu, lekin o'tkir, qattiq bo'ladi. O'shanga asoslanib quyon suyak deb yuritiladi. Jonivorlardan birontasi ko'ringunga qadar fursatimiz borida Nodir akadan bu yerdagi hayvonlar haqida bilganlarni so'rab olyapmiz. Jayronlar tunga tarzga qanday moslashgan ular? Tunda ularni butun tanasi quloqqa aylanadi-da, o'sha sezgi organlarini ishga solib chiqadi. Biron bir xavf sezadigan bo'lsa, u bolasini oldiga umuman yaqinlashmaydi. Yirtqich hayvon bo'ladimi yoki inson bo'ladimi, mumkin qadar shu bolasidan uzoqlashtirishga harakat qiladi. Sizni olib qochishga harakat qiladi o'sha yerdan. Masalan 500 metr, 600 metr yuradi, orqasidan siz yurasiz-ku kuzatib. U sizni boshqa joyga olib ketaveradi. Yovvoyi hayvonlarda, mana yirtqich hayvonlarda xuddi shunday bolasidan iloji boricha uzoqlashtirishga harakat qiladi. Ularda shunaqangi bir bolasiga nisbatan mehribonchilik juda kuchli. Tunda jayronlar ham harakatga tushib qoldi. Qarang, kun davomida ularni bir ko'rishga zor bo'lgandik. Bu go'zal jonivorlar bilan tunda uchrashish peshonaga yozilgan ekan. Jayronlar cho'l sharoitida suv taqchilligiga moslashgan va oz miqdordagi oziq bilan ham hayot kechiradi. Bu joyda joylashganimiz zo'r bo'libdi. Navbati bilan jonivorlar oziqlangani kelyapti. Biri boshqasiga xalaqit bermaydi. Mana quyonlar ham paydo bo'lishdi. Ular ozuqaga to'ygan shekilli o'ynoqlab yurishdi. Ammo hushyorlikni ham yo'qotish kerak emas ekan. Sal qimirlab shovqin chiqargan edik, quyonlar qochib qolishdi. Quyonlarning ketidan tulki ham keldi. Eng ehtiyotkor va vahshiy yirtqich sal avval bu yerdan o'tgan quyonlarning isini olib kelganini qarang. Bu orada tulkidan qolishmaydigan yirtqich cho'l mushugi ham ko'rinib qoldi. Uning vazni 3-4 kilogramm atrofida bo'ladi. Qo'sh oyoq va yumron qoziqlarning dodini beradi. Lekin juda ehtiyotkor. Tunda ham, kunduzi ham atrof muhit bilan uyg'unlashib ketadi. Tun yarimlarga borganda biz kutgan qora quloq ham meni kutayotganmidlaring degandek yetib keldi. Bor, keling mana. Nima bu qorong'idagi nima u? Biz hozir qora quloqni bo'ylab o'tiribmiz-da, lekin tulkiga ham o'xshabdi. Hozir aniqroq bir harakatlansin qani? Yo'q, qora quloq. Qora quloq, ha? Ha, qora quloq. Qanday farq qiladi o'zi? Qora quloq tulkiga nisbatan ancha katta bo'ladi. Dumini ham qarang. U dumi
tulkini dumi Po'stiq bo'ladi. ham po'stiq bo'ladi. Hozir dumi bilan gavda bir xil bo'ladi tulkida. Albatta hozir ovga chiqqanda bular. Turkman qoraqulog'i yo'qolib ketish arafasida turgan kichik tur maqomida O'zbekiston va xalqaro qizil kitobga kiritilgan. Ularni odatda tunda kuzatish qiyin. Bunday erkin yurganini ko'rish esa bu bizning omadimiz kelib qolganini bildiradi. Yem xashaklar qo'ygan joyga kelib bosatda. Kemiruvchilar kelyapti-ku, o'shalardan foydalanadigan. Qarang, uni turishini qarang, u juda texib o'tiribdi. Bu tani panasida. Qandaydir bir kerilganga o'xshaydi. U nimaga unday qiladi? U hozir shaylanib turibdi-da. Shaylanib turibdi. Shu agar hozir sezdirmaygina, sekingina yurish holati shunday boradi-da, oyoq izlarini bildirmasdan borib siraz bosadi. Usta, sizga ham ko'rinyaptimi? Qanday qilib yoqdimi sizga? To'g'ri. Shu olisda bo'lganligi uchun biz birinchi fahmlay olmadik-da, u qanaqa hayvon ekanligini. Hozir endi aniq ko'rinyapti. Ko'rdingizmi? U Hisordagi slovsinlardan sal farq qilar ekan, rangi, ko'rinishi. Qulog'ida Qoyil ekan. Ular qancha vaqtda bolalaydi o'zi? Noyabr, dekabr oylarida qo'shiladi, aprel, may oylarida ko'payadi. 2-3tagacha bolalaydi. Endi aka, sekin-asta ular ham ko'rinmay qoldi. Joyimizni o'zgartiramizmi? Albatta. Turkman qoraquloqlarini tasvirga olib bo'lgach, boshpanamizga qaytdik. Oldimdagi mashina ancha tez yurib ketdi. Shu to'kning yo'qligi, qorong'iligi chata qilganlar. Oshpazimiz mana bizga ovqat tayyorlash bilan band. Ovqat pishdimi? Pishib qoldimi? Ya bugun endi nima ovqat yeymiz endi? Makaron. Makaron? Ko'rinishdan mazaliga o'xshaydi. Shunday ya. Qo'li shirin bo'lsin. Charchamadingizmi? Yo'q, charchaganim. Yaxshi. Kayfiyatimiz zo'r, bugungi ishlarimizdan ko'nglimiz to'lgan. Bizda 5 barmoqmi? 5 barmoqmi? 5 barmoq deydi. Tong otishi bilan o'rnimizdan turib, yo'l harakatiga tushdik. Bugungi yo'nalishimiz shimol tomonga bo'lar ekan. O'sha tarafga o'rnatilgan foto qopqonga qoraquloq tushibdi. Hozir barchamiz birga ko'zlangan manzil sari ketyapmiz. Kecha tunda qoraquloqlarni tasvirga olgan bo'lsak-da, uni kunduzi ko'rishga ham juda qiziqdik. Aka, hozir bu o'zi ancha yurib qo'ydik-da, Turkman qoraquloqlarini izidan ketyapmiz. Mana shu jarayonda o'zi ularni bizni sezib qolmaydimi, qandaydir uzoq masofadan? Sezadi ular. Olisdan sezish qobiliyati bor-da. O'shaning uchun biz ehtiyotkor bo'lishimiz kerak. Hozir mana shu izdan boryapmiz-ku, izdan borayotgan vaqtimizda oldimizdan chiqib qolishi mumkin. Shuni iloji boricha sezdirmaslikka harakat qilishimiz kerak. Ehtiyot bo'lib, agar shu yaqin atrofda uchratadigan bo'lsak, shuni yotsak, o'zi ko'rmay qolishi mumkin. Ana. Bitta binokul tashlaydi. Bir soatlar kutganimizdan so'ng qoraquloq ham ko'rinish berdi. Ana qoraquloq. Bittasi yuribdi ana shu yerda. Men ham ko'rsam, mana ko'ring. Ana shu tomonga qarang. Bu o'zi slovsinga juda o'xshab ketar ekan, ha? Shunday, ha. Lekin qandaydir juda ham bir semizroq ekan sizlarda aka. Bizdagilar semirishiga sabab hozir biz e'tibor berdingiz. Ana shu kemiruvchilar ko'p-ku. O'shalarda oziqlanib, biz yana yem xashaklar tashlayapmiz. Bu yem xashaklardan ana shu kemiruvchilar ko'p oziqani yeb qo'yapti-da. Biz asosan uni jayronlarga beryapmiz. Lekin kemiruvchilar, bu qo'yonlar, kalamushlar ko'p yeb qo'yapti-da. O'shaning uchun menimcha semirib ketyapti buni. Demak, kalamushlar ko'payish yaxshi-da bu yerda. Albatta.
Bu yerda kalamushlar ham, dala sichqonlari bor. Hali dala sichqonlarida erta bahorda ko'proq chiqadi. Hozir bu yerda faqat susliklar kuzatyapmiz-ku. Asosan hozir susliklar bilan oziqlanyapti-da bular. O'shaning uchun yaxshi semirgan. Xo'p, ular ham qora quloq deyish endi o'sha qulog'ini mana bu qora shakli uchun-da. Albatta shu qora e'tibor bergan bo'lsangiz, hozir ko'rdingiz binoklda. Qulog'ining uchi uzundan keyin silovsindiki, uzundan keyin qop-qora. Boshqa mana bu silovsinlarda nima farqi bor bu jonivor? Qanday o'ziga xos xususiyatlari bor? Silovsinlar ko'proq to'qayzorlarda, o'rmonlarda uchraydi-ku. Bizda qora quloqlar cho'l zonasida, tog'li mintaqani cho'l zonalarida ko'proq uchraydi. Yashash xususiyaticha shunga moslashganda qanday urug'? Shunga moslashib kelgan. Ana shu cho'llarda asosan kemiruvchilar ko'p bo'lganligi sababli ular oziqlanishi ham kemiruvchilar bilan-ku. Shuning uchun shunga moslashib ketgan. Qoraquloqlar hududlarni bo'lib olishadi va asosan yolg'iz yoki juft bo'lib yashaydi. Ov jarayonlari qanday bo'ladi ularda? Kalamushlar, yumron qoziqlar atrofida ertalab oziqlangani chiqadi. Kechasi ham chiqadi bular. Kechasi shu keladi-yu, oldiga yurib kelib bosadi birdan. Qoraquloq cho'l sharpasi bo'lib, uni bir ko'rib turgan joyingizdan qanday g'oyib bo'lganligini payqash qiyin. Hozir uning rangi cho'l bilan uyg'unligi uchun 500 metrcha olis ketgach topa olmay qoldik. Izidan borishdan ham naf yo'q, topa olmaymiz. Cho'l bo'ylab ketdik. Tuman ham ancha tarqagan. Qum ustida Jaloliddin aka bilan suhbatlashar ekanmiz, rejalari haqida so'radik. Qo'rxonadan tashqarida bo'lgan joylarda o't o'landi o'zi chorvachilik mollari yeb tugatib bo'lgan. Bu yerda bo'lsa o't o'lanlarimiz Xudoga shukr ko'p. Ayniqsa yuqoridan qaraganda juda ham chiroyli ko'rinadi. O'zidan mazza qilsangiz kerak kelganda. Tabiat boshqacha baribir. Bu yerlarda yurish boshqacha, asablar tinchlanadi. Ruhiyatga bir yengillik beradi-da bu yerda yurganingiz. Qo'riqxonada qilinishi kerak bo'lgan tashkiliy ishlar hali ko'p ekan. Avvalo, doimiy boshpana qurish ishlarini yakuniga yetkazib olishlari zarurligini aytdi. Bizga shu ozroq sharoit qilish uchun hozir ma'muriy binomizda atrofida 3 dona konteyner bor. Yashash maqsadida bizga vazirlik tomonidan taqdim etilgan. Shu konteynerlarni olib kelish bizga ozroq muammo bo'lyapti-da. U qanday olib kelinadi? Qanaqa mashinalar kerak bo'ladi unga? Yo'lda kelishda o'zingiz ko'rdingiz, oddiy treylerlarni yurish umuman imkonsiz bu yerda. Cho'l botib qolishi mumkin. Cho'lda yuradigan transport vositalari kerak bo'ladi olib kelish. Hozir biz turgan bino qanaqa bino edi? Bino vaqtinchalik turibmiz. Lekin uni ham ahvoli og'ir darajada ekan-da. Yo'qdan ko'ra bor bo'ladi yashab turishga. Bu yo'g'ini ta'mirlaymiz. Bizga shu muammo bo'ladigani, agar imkoni bo'ladigan bo'lsa, shu konteynerlarni olib kelishga amaliy yordam berilsa, keyin konteynerlarga quyosh panellari o'rnatiladigan bo'lsa, juda ham maqsadga muvofiq bo'ladi. Qo'riqxona atrofi o'ralmagan bo'lib, sharqiy va g'arbiy qismidan qo'shni Qozog'iston Respublikasi bilan chegaradosh. Shu sababli qo'riqxona hududidagi ko'plab yovvoyi hayvonlar mavsumga qarab tez-tez ikki mamlakat hududida ko'chib yurishadi. Masalan, jayron, bo'ri, to'ng'izlarning doimiy ravishda Qozog'iston hududiga o'tib qaytib turishi kuzatilgan. Cho'ldagi ishlarimizni tugatdik. Endi yuklarimizni yig'ishtiramiz. Boisi bugun qo'riqxonadagi safarimizning so'nggi kuni. Navbatchiligi tugagan qo'riqxona xodimlari bilan birga qaytadigan bo'ldik. Endigi manzilimiz Markaziy Qizilqum milliy tabiat bog'i. Yo'limiz uzoqligini yaxshi bilgan Muhan aka zerikib qolmangizlar deb ratsiyada bo'lsa-da qo'shiq aytib berib ketdi.
Yashang uy rosa sog'inibdi lekin mana ekan. Haligi mashinalar. Zo'r. Mana yo'lda ketyapmiz. O'zi mashinalarimizni magnitofonlari ham yo'q. Kamida 3-4 soatlik yo'l. Hamrohlarimiz zerikmasligi uchun bir-birlariga ratsiya orqali o'zi mana ashula aytib ketishyapti. Qozoq milliy qo'shiqlaridan juda ham zavq, to'g'risi maza qilib ketyapmiz. Mavzuni hozircha shu yerda to'xtatamiz. Bizni kuzatishda davom etsangiz, oldinda yanada qiziqarli manzillarni birgalikda ko'ramiz.